Assalomu alaykum. Rossiya ilk bor aviatsiya kerosini eksportini taqiqladi. Rossiya hukumati aviatsiya kerosini eksportini joriy yil 30 noyabrgacha taqiqladi. Bu Rossiya tarixidagi ushbu turdagi yoqilg'i eksportiga ilk bor shunday cheklov joriy etilishi hisoblandi. Rossiya hukumati mazkur qarorni ichki bozorda aviatsiya yoqilg'isi zaxiralarini saqlab qolish va mahalliy aviakompaniyalarni yoqilg'i bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida qabul qildi. Biroq cheklov bojxonadan o'tayotgan yuklarga, xalqaro reyslar uchun ishlatilayotgan yoqilg'iga hamda davlatlararo kelishuvlar asosida yetkazib berishlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Avvalroq Rossiya benzin va dizel eksportiga bir necha bor cheklovlar kiritgan bo'lsa-da, aviatsiya kerosini eksporti hech qachon taqiqlanmagan edi. Mutaxassislar mazkur qarorni mamlakatdagi yoqilg'i ishlab chiqarish hamjamiyatining qisqarishi va jahon bozoridagi narxlar o'sishi bilan bog'lamoqda.